Sen o'zgarasan, sen boshlaysan, sen davom etasan. Yomg'ir yog'ar edi. U esa charchagan, ichidan sinib ketgan edi. Chunki u yana bugun rad etilgandi. Hech kim yo'q. Xayolida nega men degan savollar aylanardi. Ba'zan esa javob topilmaydi. Faqat qidirish boshlanadi. U do'stiga men nimadan boshlashni bilmayapman deb yozdi. Unga javob keldi. Yangi bilim olishdan boshla. Ba'zan hayotni o'zgartirish bitta qarordan boshlanadi aslida. U tezlashdi, to'xtadi, yana boshladi. Xatolar, shubhalar, charchoq, nimada xato qildim deb o'zini ustida ishladi. Ammo hech ham to'xtab qolmadi. Uddalayman derdi tinimsiz. Natija harakatga bog'liq ekanini u tushundi. Hech narsa o'zi kelmaydi. Hammasi harakatdan boshlanadi. Bu safar AI orqali yangi bilimlar bilan qadam tashladi. Tabriklaymiz, siz tanlandingiz deyishdi unga. U ishonmadi, lekin bugun rostdan ham g'alaba shohsupasida edi. Bu safar u yutdi. Men bir paytlar o'zimni yo'qotgandim. Keyin esa sun'iy intellekt orqali yordam topdim va eng muhimi o'zimni ham topdim der u sahnada. Bilasizmi? AI hayotni aslida o'zgartirmaydi. U faqat ichingdagi kuchni uyg'otadi. Sen o'zgarasan, sen boshlaysan, sen davom etasan va bir kun kelib sen ham shu qahramonimizga o'xshab rahmat senga hayot deysan. Chunki sun'iy intellekt orqali hayot o'zgaradi.